Esselamu Aleyküm aziz muhterem Özbekistanlık vatandaşlar. Aziz muhterem Prezident Cenab-ı Alileri. Ben sizlerini yakınlaşıp gelirken Koşalak Bayramingiz bilen Çin kalbimden tebrikleyim. Roza ayımızda tinchliksevar Prezidentimiz bilen Çin kalbimden tebrikleyim. Tinchliksevar Roza ayımızda tinchligimiz ebedi bo'lishini isteymen. Norozumuz bilen birge rozamız en büyük bayramlarımız. 3000 yıllardan beri Özbekistanımızda her yıl ötkazılıp kelişi beni Özbekistanlık vatandaşlarımla kuvandırdı. Ben Özbekistan zeminde tuğulup oya gittim. Yaşar iken ben yengi ve ondan yengi gayelerimni, inovasyon gayelerimni yengi Özbekistan'ımızı yengi teknolojiyani hayata kirishga icazat bergaysizlar. Bu teknolojilerimning nomlanishi o'zi bir katta işlemelerim, bütün inovasyon gayelerim, bütün akıllı zekavatımni, bütün bilimimni, bütün hayatımni, kuchimni O'zbekiston rivojlanishiga xizmat qilishini isteyman. Çin kalbimden isteyman. Mening aziz vatandaşlarım, anaxonlarim, aka-ukalarim, apa-singillerim, qarindoshlarım, otaxonlarim, mening aziz murabbiylarim, ustozlarim, ben sizlerini yaxshi ko'raman. Ben shunday katta ish qilayki, bütün dünyaya hayratda qolsin. Bütün dünyada, bütün yer yüzünde tinchlik bo'lishini isteyman. Ben shunday ish qilayki, olamshumur ish bo'lishini xohlayman. Bu ishga tasanalar, alqishlar sazovor bo'lishini juda xohlayman. Ben shunday ulkan katta texnikalar yaratayki, ularning nomlanishi o'zi bir katta mo'jiza. Buning nomlanishiga bir nazaringizni qaratsangizlar, iltimos qilaman. Mana O'zbekiston o'ta zamonaviy, O'zbekistonga o'ta zamonaviy yangi o'zidan harakatlanuvchi yangi agregat va bloklar, yangi generatorlar ishga tushganda O'zbekistonimiz yana ham rivojlanib, kuch qudrati oshadi. Birdan 100 kere aşadı. Şunu sizlerge aziz qadrdon vatandaşlarımga ma'lum qilaman ki, suvdan unumli foydalanib, suvdan energiya olish sirlarini sizlarga ochib beraman. Açıp bera olaman. Hem de Özbekistan'da işçiler, yüzleyen işçiler onu açıp bera olaman. Ben şu sudan qanday qilib energiya olish gidroproyektini ishlab chiqdim ben. Agregat O'zbekiston экологический, водный, энергетический, природная проблема 100% решает. Xorazm, Hazaras, Beshta, Bag'bekov, Iskandar Salivich, O'zbekiston fuqarosi. Mana shu gidroproyektim ishga tushganda shu bütün shaharlari elektr bilan ta'minlaydi shu. Yine gidroproyektim ben. Yine. Özбекские подводные, полуподводные агрегаты строим. Özбекский, международный, экологический, водный, энергетический, природная проблема 100% решает. Спасибо за внимание. Пока.